Hello everybody, welcome to the education video classroom, and today we will learn new concept English book 1 lesson 92 when well. Savatashlar yaxshimisizlar? Bugungi darsimizda o'sha oddiy kelgusi zamon uqumini texnik ilgirligi oldida tushunib chiqamiz hamda shuning bo'lgan tushunchamizni texnik ilgirligini oldida bir putlab o'taylik. Aniq qaranglar. So which sentence shows the future information? Aniqda mushu tuandagi jumlalarga mushu qaysi bu jumlaning qaysi bo'ligi qaysi jumla kelgusi uchurni ifodalaydi. Shundaqla hamda qaysi kelgusini bildirib kelayotganlar. Birinchisi I will miss him. Okay, hamda bu nima degan gap desanglar I will men uni sig'inmoqchi degan gap mi? Yo'q, bu nima desanglar men uni aslab turaman. Demak hamda bu sharkat nima desanglar kelgusiga tava. Demak hamda bu keyincha men uni qanday qilib turaman, aslab turaman degan gap bo'ldi. Okay, what about number 2? We will all miss him. Biz hammamiz uni aslab turamiz. Hamda mishariki yana birga will miss. Demak, bir will deganimiz kelgusini ifodalaydi, undan keyin fe'lning asl shakli keladi. Endi bu fe'lning asl shakli deganimiz hargiz oddiy hozirgi zamondan keyindagi asqatish va yoki id qatib o'tgan zaman bo'lmasin, nima desanglar, bu fe'lning asli miss degan shakli. Miss degan sig'inmoq, we will all miss him. Biz uni qanday qilamiz? Sig'inib turamiz. What about number 3? So when will they move into this house? Ular qachon bu uyga ko'chib kiradi? And move into degan ko'chib kirmak. Hamda mishariki kelgusini bildirgan uchurlarni nima desanglar, will move. Shunami? Bu shu ikkisi. Ya'ni will bilan fe'lning asl shakli. Ular qachon bu uyga ko'chib kiradi? Number 4. You will move in the day after tomorrow. Okay. They will move in. They'll ishqital elni yozib qo'ygani, ammo will'niki qisqartirilgan shakli. Demak, they will move in the day after tomorrow. O'g'illikka ular ko'chib kirmoqchi. Buni nima o'xshashlarni bilsanglar, will bilan jar ifodalayotgan move. So, will you see Ian today, Jenny? Siz Ian bilan ko'rishmoqchimi? Ya'ni will see. Demak, hamda shuni ko'rib olishga bo'ldi, savodashlar. Oddiy kelgusi zamon deganimiz kelgusida ma'lum bir vaqtda yuz bermoqchi bo'lgan sharkat va yoki shu vaqtda mavjud bo'lmoqchi bo'lgan holatlarni ifodalaydi. Holatlarni ifodalaydi. Odatda mushu will'ningki qisqartirilgan shakli will. Amsa buningki uqumi nima desanglar, mush kelgusida yuz bermoqchi bo'lgan sharkat yoki mavjud bo'lmoqchi bo'lgan nima desanglar oldi. Uning qurilmasi qanday bo'ldi? Iga keyin will yoki shall do. Endi mana shall deganga bir aniqlik berib o'tay savodashlar. Odatda Amerika ingliz tilida hamma shaxs jumladan I, you, he, she, we, it, they deganlarning hammasiga will kelaverdi. Lekin Angliya ingliz tilining grammatikasida I bilan we demak birinchi shaxs birlik bilan ko'plikka shall ishlatamiz. Buning roli nah qanday desanglar, mushu will bilan o'xshash. Demakchi o'xshashlar nima? Maqchi degan gap. Masalan, ingliz tilida shall we dance deydi, shunami? Shall we dance? Biz dans o'ynasak bo'lamdi. Masalan, birsini dansga taklif qilganda shall we dance asli to'liq shakli we shall dance. Biz dans o'ynamoqchi, shall we dance degan o'ynasak bo'lamdi. Demak, ham negisi we shunami? Ya'ni biz endi buni inkor shakli qanday bo'ldi desanglar, will not yoki will shall not won't. Agar mana shall bo'lib qolgan bo'lsa, shall not bo'lgan bo'lsa, shan't. Okay, shan't. Shall not deganimiz. Demak, I shall not, we shall not degandek. Uniki ham oddiy savol shakli jo'ra desanglar, jumlaning beshiga will yoki shallni oldiga chiqib olsak, jumladan shu igining oldiga will yoki shallni chiqib olsak qanday desanglar bo'ladi. Onunki hamda shu har xil vaqt holatlaridan masalan tomorrow, next week, month, year, soon, in a week degandek yalarni ifodalaydi. Undaqda bu yerda be going to bilan will biz
40-cı dərslerde, 30-cı dərslerde biz be going to degen bir qurulmani öğrenken. Oxşaşlan be going to nima dersanglar kelgusini ifoda etdi. Bu ikkilis nima dersanglar oddiy kelgus zaman. Endi bu ikkisining nima farqi bor desanglar, ma o be going to degen maqanzi shu dasman deymiz. Shunami? Bu kelgusniki o'zinglar bir planlab, o'ylab qo'ygan ish harakatlar, yuz bermoqchi bo'lgan ish harakatlarga odatda mush be going to ni ishlatamiz. Okay. Endi ma o shell degan joyda desanglar, texi bir konkret bir o'ylash, planlash tan o'tmay turib endi menda qilmoqchi deb degan gap harakatlarni odatda will ni ishlatamiz. Masalan bir oddiy misolga olsak, masalan I will go to Urumqi. I will go to Urumqi bilan I am going to go to Urumqi. Başka cümle I will go to Urumqi, yani birisi I am going to go to Urumqi. Bu ikkilisi men Urumqiga bormoqchi degan gap. Endi men yarki I'm going to go to Urumqi deganimiz, balkim siz bu gapni deganda Alloh bir biletni olib bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Sizningki mushu menish ehtimolligingiz bir qadar qanday desanglar yuqori. Yoki bu yaqin kelgusida qanday qilmoqchi desangiz bormoqchi. Mushunda tayyorlik bo'lgan, o'ylab bo'lgan, planlab bo'lgan ishlarga nisbatan be going to ishlatamiz. Endi will degan joy balkim men bormoqchi deymiz. Yoki berishingiz mumkin, bormasligim mumkin. Endi bu qachon bordiganligi aniq qanday desanglar, bek konkret emas. Odatda bu ikkisini almashtirib ishlatsangiz bo'ldi, hamda farq deyilganda mushunda farq bor. Masalan, Amy bilan Anna qaranglar, guess. So Amy and Anna are working hard now. So what will they do tomorrow? Okay, what will they do tomorrow? Guess. Endi mishara, baraz qilganlar ular qattiq terish bugun o'tib sizlarnincha, nima ish qilmoqchi bular? Nima ish qilmoqchi? Maybe they will go to park, take an exam, have a party. Okay. Ular qattiq terish bugun sizlarni nima ish qildi? Birinchi go to park, bog'ga chiqib berish. Take an exam, imtihon qatnashmoqchi. Have a party. So, what will they do tomorrow? Okay, they are both working very hard. Of course, take an exam. Shunga, they will take an exam. Ular erta qanday qilmoqchi? Imtihon qatnashmoqchi. Demak hamda shu will deganimiz oddiy kelgusini bildirdi. So what about them, guys? They are on their way to Mary's house. And ular Mary'ning uyiga boradigan yo'lda ekan, on their way to Mary's house. What will they do later? And after we borgandan keyin nima ish qilasizlar? Everyone get the present. So they will A, do homework, B, have a party, C, do housework. Topshiriq ishlamoqchi, yig'ilish o'tkazmoqchi yoki choy qilmoqchi, do homework, topshiriq ishlamoqchi. Yoki uy ishlarini qilmoqchi. Sizlarning qaysiroqmi shunda? They will have a party and ular bir yig'ilish qilmoqchi. Demak, hamda mishalki, will deganimiz nima desanglar? Oddiy kelgusni ifodalaydi. Anda tuandagi shu bo'shirlarga sizlar shu fe'llarningki muvofiq shaklni qo'yib qo'yinglar. Shu kelgusini bildiradi. Masalan, I soon games this afternoon. Okay, and I play back and this afternoon. Bugun tushdan keyin, demak, I will play some games this afternoon. Men bugun tushdan keyin nima ish qilmoqchi? O'yin o'ynamoqchi. Okay, what about these cars on time? Not arrive on time dedi. Yani inkar şekliken. Ama this car will not arrive on time. Yani on time degen vaqtida degan gap. Demak bu mashinalar vaqtida yetib boramaydi. Demak kelgusi inkar qilmaydi desanlar notni qatimiz. Okay, what about Peter, Sarah and Peter the game win? Anda musharika Sarah bilan Peter musobaqa qanday qilalamdi? Yengalamdi. So will Sarah and Peter win the game? Sarah and Peter bu musobaqada yoki bu o'yinda yengalamdi. Demak savol shakli will ni qanday qildi? Egining oldiga chiqib qo'ydi. Okay. Endi bu alohida savol shaklicha. Alohida savol shakli hamda shu what
When degandek. So what will Santa Claus give us? Mush register bu ay bizga nim bermoqchi. What will Santa Claus give us? Santa Claus bizga nim bermoqchi. Nim bermoqchi. Qaranglar. So when will it rain? You know, it's rain, right? When will it rain? So when? You know, it will rain tomorrow. Demek endi bu yerda avval igiz keladi, uningdan harakat, keyin nima arsan vaqt. Arada will ne qo'yamiz desanglar, mush igining keyini qo'yamiz. Masalan, when will it rain? It will rain tomorrow. Okay. What about snow, right? When will it snow? When will it snow? And it will snow next week. What about Lily? Okay, when will Lily have a haircut? Lily qachon chechini yasatmoqchi? You know, she will have a haircut tomorrow. Ata u qanday qilmoqchi? Chechini yasatmoqchi. Like she will have a haircut tomorrow. What about Emma? Okay, Emma pack her bags and that chandallarini, sumkalarini jo'shtirib o'tibdi. Ishchi bir narsa tashlab shunaqa. So when will Emma pack her bags? Okay, the night after next. Night after, you know, she will pack her bags the night after next. Demekçi 2 kundan keyingi oqshom kechada. Xo'sh, texmi ko'proq mashq qilib baqaylar bolalar. More practice. So write the sentence about the future. For example, my house is too small and I will find a larger one. Mening bu uyim bek kichik anda men yo'raqini qanday qilmoqchi? Topmoqchi. Demak endi ma will ning qisqartirilsa, will holatiga alishnami? Masalan, birinchisi, school is over at 3 p.m. today. After school, I will go shopping. Okay. Demak, mening maktabim soat 3 bilan oxirlashdi. Demak, endi men o'qishim 3 bilan tugaydi. Maktabni qo'yib turdi. After school, I will go shopping. Men nima ish qilmoqchi? Malcha to'lash chiqmoqchi. Ya nechek bo'ldi? You know, I will play computer games. Okay, and men computer o'ynayman. Yoki men so'zgina bormoqchi bo'lsa, I will go swimming. I will go swimming. And men bog'chaga bormoqchi. I will go to park. Okay, and men futbol o'ynamoqchi. I will play football. I will play football. What about number 2? I can get the book on Friday and I will lend it next Monday. Okay, I will get the book on Friday and men mushu juma kuni kitobni olmoqchi. And I will lend it next week. Men uni andan lend degan birsi oriyatga bermak. I will lend it next Monday. Men kelar dushanba kuni oriyatga berib turay. I will lend it next Monday. Demak, buning hammasi nima desanglar? Mushu kelgusini ifodlaydi. Masalan, today is Wednesday and it will be Thursday tomorrow. Okay, today bugun chorshanba bo'lsa, atning bo'lmoqchi. Thursday. Thursday deganimiz qaysi kun bo'ldi? Payshanba. The payshanba bo'lmoqchi. You know, mother gave me a small present on my birthday last year and I believe that she'll give me a nice present on my next birthday. Okay. Mening opam ma tug'ilgan kunimda, o'tgan tug'ilgan kunimda, qandaysam bir kichikgina bir sovg'at bergan edi. Endi men ishonamanki, kelar qitimligini, shunama on my next birthday. She will give a nice present or she will give a bigger or larger present. Cho'ngroq, yo'g'roqni qanday qilmoqchi, bermoqchi. Demak, endi bu nima desam, next birthday, of course, it's in the future, right? U kelgusida yuz bermoqchi bo'lgan sharkatlar. Masalan, the weather is not very good today and it will rain this afternoon. Bugun toza havo yaxshi emas. Tushdan keyin yomg'ir yog'moqchi. Yomg'ir yog'moqchi degan. So rewrite this sentence. For example, it rained yesterday and it will rain tomorrow. Okay, endi ma'ni qayta o'zgartib yozamiz, savolashlar. Masalan, tuni kuni yomg'ir yog'di, at yomg'ir yog'moqchi degandek. Alaylik. Masalan, he got up late yesterday.
And u ati yani kirek tulmakçı. Boşuna he will get up late tomorrow. He will get up late tomorrow. Yani he arrived home late yesterday. And o tünügün uyga qanday qildi? Keyin keldi. And o ati yani keyin kelmekçi şuna ama he kelgisi will arrive. Ma çoğun peel'nin asıl şekli kelisi gerek. Arrive home late tomorrow. Ati yani qanday qilmakçı? Keyin kelmekçi. Keyin kelmekçi. What about this? Yani he had a shave yesterday morning. O tünügün ettigen sakalını aldı. And at ettigen de tomorrow morning deymiz. And at ettigen mi sakalını almakçı desekçi. Mesela he will have a shave. He will have a shave tomorrow morning. At ettigen mi qanday qilmakçı? Sakalını almakçı. Okay, number 4. He drove to London yesterday afternoon. And he will drive to London tomorrow afternoon. He will drive to London tomorrow afternoon. Which vaqt ne? Yesterday was tomorrow afternoon. Yesterday afternoon was tomorrow afternoon. You know, she swept the floor yesterday evening. And by yesterday evening ne nime? At the kechqurun. Tomorrow evening. Şunama? Ma swept ne asıl şekli sweep. She will sweep the floor tomorrow evening. She will sweep the floor tomorrow evening. Hoş şemsa. Şu tallap bakaylı. 11. He very busy this week. O qanday desanglar night aldıraş. He free next week. Anda miyara birinchi demak hamda atti hozir samaka u mat qanday desanglar bek aldirash. Demak hamda buni b bilan d tanlashib o'qitamiz o'lishnami? Endi kelar hafta ma next week degan kelgusini bildirib o'tirib, demak endi ma nima desanglar kelgusi zaman ekan. Shunga buningga nima desanglar kelgusini bildirdigan den hamda will be, he will be. Endi ma o willning keyindan cho'qim peel kirish kerak balla. Ma free deganimiz hamda sifat. Sifatning oldida nima keldi? Peel, ya'ni be peel. Shunga hamda ma sifat bo'lg'achqa will be deganni ishlatamiz. He will be free next week. Demakchi be free deganimiz beka olmoq. U beka bo'lmoqchi. Demak sifatlarning oldiga be ni qo'ysak shu bo'lmoq bo'ladi. Masalan be. So shall I buy a cup of tea for you? Sizga bir stakan choy olaymi? Negative bo'lsa. Okay. Yo'q. Demakchi no. No, you won't. Okay, unda qilma. Demakchi siz qilmang bo'lgan ekan you will not. Qisqartirilgan shakli. You know, he there next month. Bu kelgusi zaman. Aniqlam nima desang, there nima desang. Cho'qim ochib kelsa kerak. He will be there next month. Shall I come again tomorrow afternoon? Men tushdan keyin yana qaytib kelaymi? Okay, yes. Shuna qiling bo'lsa. Yes, you will. Yes, you will. Demakchi, keling. Number 5. When will you come back? I'll come back. Nima deymiz? Qachon qaytib kelsiz desa, I will come back. Bu this morning degan olmaydi, shundaymi? Bir kelgusini ifodalaydigan bir shaylar. I will come back next month. Men kelar oyda qanday qilmoqchi? Qaytib kelmoqchi. Okay, number 6. Who we boarding with tomorrow? Okay, I'm the man who go boarding deymiz, hamda qor tiyilmoq, muz tiyilmoq degan gap. So who shall we go boarding with tomorrow? And the kim men bilan kim billa biz bilan qanaqa qilgan oldi? Qor tiyilgani barda. Okay, that's all for today and see you next time. Goodbye.